ular rivojlanib ketaveradi, kompaniya yana zakaz olib, yana zakaz bajarib yuraveradi. Aynan softwareda, outsourcingda non topish og'ir. Ha, deymizda aniq so'rayapti, chunki bu og'ir qaror. Mana shu paytida bitta reja bo'ladi. 2300 foydalanuvchini nima asosiy muammosini yechyapti Domo? Men rahbar bo'laman deb intilmaganman. Mana 100 ming sira qayerda Va test tashlaylar. o'zi yana kimda do'lyadi. Siz foydalanuvchilaringiz muammosini yechib bering. Foydalanuvchilar sizga hamma sharoitni beradi. Mana shuni aytmagan ekansiz, lekin boshqa videoda. Har doim investitsiya kerak bo'lmaydi. Siz ko'radigan asoschilardagi eng asosiy kamchilik hozir nimada? Birinchi navbatda xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bro. Shuncha yil traditsion deylik, an'anaviy biznes bilan shug'ullanib kelib, har doim nima deydi, outsource hamma nomingizni ham biladi, kompaniyangizni ham biladi. Birdaniga startap qilaman, bo'ldi deyishga nima majbur qildi, bro? Xo'p. Birinchi bu narsa birdaniga kelmadi. Yillar davomida ko'pchilik shu outsourcingda yurganlar, yaxshi daromad topayotganlar biladiki, что startup umuman outsourcingning noni og'ir. Nimaga noni og'ir deyilsa, masalan, bir 50 ming dollarlik loyiha oladigan bo'lsak va uni bir qo'pol qilayotganda 10 ming dollarlik anaqa jamoa bilan 3 oyda reja qilsangiz, afsuski sizning holatingizda ham bo'lgan. U 3 oyda emas, 5 oyda, 6 oyda takror davom etadi. Demak, bunaqa holatda, ya'ni estimate hisoblash yoki biz xatolarimiz nima? Biz ham sprint, agile, scrum masterlar hamma texnologik tartib bo'yicha ishlagan taqdirimizda ham o'xshamagan, bu mas'uliyatga bog'liq. Ya'ni O'zbekistonda dasturchilar bilan mas'uliyat doirasida kelisha olmaganmiz. Ya'ni yosh dasturchilar bilan ishlaymiz. Ular to shakllanib zo'r dasturchi bo'lib yetishgan paytida, ya'ni mas'uliyat uyg'onib, ham bilim, texnologiyaga bo'lgan munosabati shakllanganda biz ularga bozorga bir jozibasi bor bo'lgan maosh bera olmaymiz, ular ketishadi. Yana yoshlarni olamiz, yoshlar bilan rivojlanib o'sha nuqtaga olib chiqamiz, shu o'rtada outsourcing qilganmiz. Ular rivojlanib ketaveradi, kompaniya yana zakaz olib, yana zakaz bajarib yuraveradi. Shunaqa. Shuning uchun bu kompaniyani ochayotgan paytida, hattoki kodeksimizda ham shu narsa bor. Biz O'zbekistondagi iqtidorli, iqtidori bor bo'lgan juniorlarni middle va middle plus darajasiga olib chiqamiz deb bismillah deb shuni boshlaganmiz. Shuning uchun bu kompaniyani biz startup studioga o'girayotgan paytda ham xafa bo'lmadik. Ya'ni maqsadimizga erishdik. Maqsadga qanaqa erishdik? Biz 1 yilda o'rtacha 150 ta middle plus dasturchi chiqaradigan kompaniyaga aylandik. 1 yilda 3,5 million dollar обороткасы bor bo'lgan outsourcing kompaniyaga aylandik. Buyurtmalarimizni 90% xususiy sektordan edi. Ko'pchilik outsourcing kompaniyalar xususiy sektordan katta cheklik loyiha ola olmaydi, chunki ishonch juda ham kam bo'ladi. Xususiy sektor ham kam beradi, ham talabi yuqori bo'ladi. Ya'ni ular bilan ishlash yoki taxminan 7-8% daromadimiz xalqaro loyiha edi. Ya'ni ko'chadan boshqa davlatlardan loyiha olib kelish juda ham qiyin. Uni topshirish undan ham qiyin. Amerikadan necha yil oldin kompaniya ham ochgandingiz. Biza Kaliforniyada maxsus shotlar ochib, kompaniya ochib, u yoqdan ham kiritganmiz. Emiratdan, ya'ni arablardan pul tushirganmiz, hattoki Xitoydan pul tushirganmiz, ya'ni eksport qilganmiz software. Xitoydan u yoqdagi raqobat haqida o'zingizlarning tasavvuringlar bor. Juda ham qiyin, chek kichkina, skorost, eng yomoni ularning UX, ularning tabiati boshqa. Aynan softwareda, outsourcingda non topish og'ir. Buni biza Akmal aka ham masalan nechidir yil oldin 2021-yilmi Alisher nima kerak bor, undan ko'ra produktga qarating degan paytlarida ichimizda bor edi, lekin mana bu bolalar, ya'ni bizani jamoa shakllangandan keyin ketamiz deb outsourcingda qolib ketdik. Lekin shu joyda hali savolga ham javob olamiz. Shu joyda aytib qo'ying, asoschi sifatida sizda baribir o'sha nima bo'lgan edi-da, ya'ni o'zingiz ham praktikangizni qilardingiz, outsourcingga ham, ya'ni qaysi yo'l to'g'ri yoki qaysi yo'l o'sha siz xohlagan yo'lligingizni aniqlashingiz ham birinchi savol bilan bog'liq. Ya'ni qanaqa qilib startapga ko'proq to'liq fokusni qaratishingizga. Chunki oldindan bor edi-da bu xohishlaringiz. Oldindan produktlar bo'lgan, faillar bo'lgan. Bitta narsani tushundik, product vision shunaqa ekanki, o'zingizni bag'ishlamasangiz bo'lmas ekan. Shuning uchun 2024-yil dekabr oyida
hamma kompaniyadan ketib tarki dunyo deydi-yu, tarki dunyo qilib startap sohasiga kirdik, Kazdev qilib ko'rdim. Bu yerga to'xtang hozir, biz chuqurroq kiramiz. Chunki что было дальше-da nima qiladi-yu, keyin tushuntirib beradi hammasini. Ha demaymizda aniq so'rayapti, chunki bu og'ir qaror. Ya'ni sizda shuncha yil qurgan tizimingiz bor. Bitta aytsangiz tezda o'sha 150 talab dasturchilar siz uchun loyiha qiladi, outsourcega berilsa 5-6 oyda qilinadigan narsa sizni sharoitingizda 2 haftada yo 1 haftada tayyor produktga aylanadi. Buncha kuchdan voz kechib, oylik ham o'sha tarki dunyo qilishingiz jarayoningizni to'liqroq tushuntirib bermasangiz bo'lmaydi. Chunki hamma Alisher aka bilan ishlayman deb turgan paytida birdaniga hammaga oq yo'l bilan o'sha nima deydi, o'zbekchasiga aytganda duo berib, mana o'zing mustaqilsan deyishga jarayon bu murakkabroq. Birinchi biz Product Visionga 2022-yil o'tmoqchi edik, o'ta olmadik. Bo'lmasa yanvardan noyabrgacha loyihalarni tugatib o'tish reja qilganmiz. O'ta olmadik. O'rtada Sardor Berdiyevni chiqarib ko'rdik. Bo'ldi san produksiyadan chiqib ket. Qilish chiqarib yubordik. San produksiyan, fintechsan, qarochi alohida. Xullas biz sinab ko'rdik ularni ko'zimizda, ya'ni chiqqan paytida qanaqa bo'ldi, lekin ko'ngil uncha to'lmaydi-ku. Fintech og'ir, juda katta reklamaga byudjet kerak bo'ladi. Plus talablar, Markaziy bank talablari qiyin, qilish ancha qiyinchiliklardan o'tib mana endi o'zini kompaniyasini yurg'izdi, ya'ni Paylov yurib ketdi. Juda ancha qiynalishdi. O'rtada yana mana Humans bilan problemalar bo'lib, bechara har xil gaplarga qolib ketdi. Shunaqa. U gaplardan chiqish uchun o'zini yonidan to'lab berishlar-yu, juda qiyin-da, tushundingizmi? Hamma qiyinchiliklarni boshdan kechiryapti. Men xursandman. Lekin mindsetda o'zgarish ham bor-da, ya'ni sizdagi menejer yoki qaysidir bir rahbar bo'lib turgan odam birdaniga asoschiga o'tishi. Chunki yaqinda bitta post ko'rdim. Founderdan CEOga o'tishi o'zining murakkabliklari, transformatsiyasi. Xuddi shunaqa qanaqadir bitta loyihani CEOsidan founderga o'tish, umuman mindsetni o'zi o'zgarib ketishi. Lekin mindset mana 2019-yildan beri bitta mindset bor. Men o'zimga rahbarlar tayyorlayapman degan tushuncham bo'lardi. Ya'ni founderlar shakllantirish haqida gapda bu. Ya'ni bolalarga o'tirardik-da, bir kun kelib bizani bitta anaqa birlashgan IT komandamiz bo'lardi. Ya'ni UIC ni tug'ilishdan oldin o'sha bolalarga Inha universitetidagi co-learningimizda o'tirardik. Ham dars berardik, ham bolalarni o'rgatardik, ham outsourcingda UzCard loyihalarini qilardik. Mana shu paytda bizning birlashgan IT kompaniyamiz bo'lardi. Game bo'yicha, u bo'yicha animatsiya, holding da o'shanaqa narsalar gapirardik. Oradan yillar o'tib o'sha United IT Company UIC tug'ilishiga, UIC ni game sohasida, animatsiya sohasida o'shanda ko'rardik-da. Mana shu paytida bitta reja bo'lgan. U ham bo'lsa sizlar bir kunmas bir kun founder bo'lasizlar. Bir kunmas bir kun rahbar bo'lasizlar. Kim o'ziga, masalan, siz qaysidir rahbar ostida ishlasangiz, rahbaringiz nimalar bo'lishni xohlaysiz? Rahbaringiz birinchi sizga ko'proq e'tibor berishini, sizni asrashini, sizga yaxshi hurmatli bo'lishini, sizga ko'p pul berishini-da. Shu narsalarni xohlaysizmi? Demak, men o'sha xohlaganimdek rahbarlar yetish uchun doim shunaqa gap gapirib yurardim. Bolalarim hozir eslatadi, qaysiki founder bo'lgan hammasi. Qaysidirda 20 millionlik kompaniya bo'ldi. Mana Qilich yaqinda ham investitsiya oldi, $20 million atsenka bilan. Yoki Sardor o'zi produkt kompaniya bo'ldi, faqat pivot qildi Medtechga. Shamshod chiqib ketdi Aurora bo'lib, O'zbekistondagi eng anaqa go'shtli klinikalar hammasi unda Aurorada. Mana shunaqada o'sha paytda maqsad to'g'ri qo'yilgan. Shuning uchun maqsadni to'g'ri qo'yish kerak, niyatni to'g'ri qilish kerak. Men rahbar bo'laman deb intilmaganman. Men jamoa vision bilan jamoadagi odamlar bir kun meni rahbarim bo'lsa-chi deb boshlaganman. Shunda men dekabrda chiqib ketdim degani, dekabrda rostdan men chiqdim, lekin outsourcing davom etdi. Chunki men UIC ni rahbarligidan 21-yil oxirida chiqib ketganman o'zi. Lekin kechirasiz, chiqish degani bu Murodxo'jaga shuni tashlab chiqib ketilmaydi-da. Biz komanda yordam berdik, yordam berurdik. Hech birdaniga 1 yillik reja o'xshamaydi-da. Ya'ni bunga 3 yilda kelingan. 3 yillar ketib, keyin oxiri men chiqishim, ya'ni chiqib, hattoki ofisda ichida ham chiqib ko'rdim, o'xshamadi. Keyin dekabrda vobshe aloqani uzdim hammadan. Kalla tashladik, 4 kishi chiqib ketdik. Ya'ni 3 ta dasturchi men, mana hozir 2300 dan ortiq foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatadigan qaysidir ma'noda yaxshi startapni ko'tarib yuribmiz. Hozir qolgan mana yosh asoschilarga dars bo'lish uchun
ko'pchilik mana shu asoschilar bilan gaplashsak, ular shu startap haqida og'iz ko'pirib maza qilib gapiradi yoki undan ham ko'proq gapirishi mumkin bo'lgani muammosi haqida gapiradida. Keyin oxirida baribir majbur bo'lasiz savol berishga. Siz qaysi muammoni yechyapsiz o'zi? Ya'ni klientingizni qaysi muammosini yechyapsiz deysiz, keyin javob berish mumkin-da. Shunga bir o'zingizdan bitta master klass olsak, ya'ni o'sha 2.300.000 foydalanuvchini nima asosiy muammosini yechyapti Domo? Juda zo'r. Agar sizda ko'p do'stlaringiz bo'lsa, ko'p do'stlaringizni xohishi, xatilka deymiz-ku, ularni qondirish uchun ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun menimcha do'st kam bo'lsa kerak deyman. 10 ta daraxtingiz borda, qo'lingizda bitta chelak suvingiz bor. Uni 10 taga qo'ysanglar, u daraxtlar agar ob-havo zo'r bo'lsa, juda zo'r optimistik holatda rivojlanib ketadi. Lekin bitta chelak suvni bitta daraxtga bersangiz, u zo'r ko'karadi. Shuning uchun muammo ham xuddi shunaqa. Bitta muammo bilan yashasangiz, uni ko'proq yecha olasiz. Unga bergan yechimiz ham go'zal bo'ladi. Biz nima tanladik? Biz o'sha dekabr oyida Kazdev qilgan paytimiz 10 kunda 100 mingta odam yig'dik. Bu mo'jiza, bu butun anaqa ne'mat. Keyin o'tirdikda uni falsafasini qidirdim. Tafakkurda ishlatdik, analiz qildik, tahlil, bor malaka. Bildikki, что biz odamlarni O'zbekistonda bundan oldin bilsanglar, roat 24 ham ko'tarib berdik. U yoqqa bitta masosda sharing oldik, ya'ni texnologik yechim berdik. Unga как decision makerlar orasiga kirdik, ishladik, Baxtiyor aka bilan ko'rdik. O'zbekistonda pul birligi sum emasligini men roatda o'zi tushundim. Biz mashina bilan o'lcharkanmiz. Ya'ni to'y qilsangiz, ikkita Malibu'ni puli kirib ketdi deymiz yoki tuning qilsanglar bitta Spark puli kirib ketdi deymiz. Ya'ni hamma narsa pul birligi, demak anaqa sum emas, pul mashina ekan. To'xta, ya'ni bu yoqda ham tafakkur qidirayotgan payti biz odamlarni assotsiatsiyasi kelayotgan nima bilan o'ynashamiz? Biz odamlarga psixologik nima yordam beramiz? O'zi qaysi sohadamiz? Ya'ni mashina zo'r-ku, lekin o'zbeklarda ikkinchi qadriyat bor. Uy bo'lmasa, kechirasiz, bir xil to'y qizini bermaydi. Shunaqa. Uy bo'lmasa, bir xil emas, aksariyat desak ham bo'ladi shu joyda. Shu, keyin bundoq qarasak, uying bo'lmasa ko'chada qolasan degan narsa bor. Qiyshiq bo'lsa ham uying bo'lsin degan gap bor. Vatan ichida vatan degan tushuncha bor. O'zingni vataning bo'lsin degan qadriyat bor. Hamma narsani yig'dikda biz mana shu genetik kod uy degan narsaga to'xtaldik va o'shanda biz HGT loyihamizni biz endi boshida ko'rgan bo'lsanglar, ommaviy axborotlarida, vositalarda biz birinchi buni hudud gaz bilan qilmoqchi bo'lganmiz, o'xshamagan, keyin pivot qildik, kommunallik qildik. Xullas, o'sha paytda bizda uyim o'z degan loyiha bor edi. Ya'ni mening uyim deydigan nom bilan to'qnashmaslik uchun yana bitta vazirlik bilan uyim o'z bor edi. Bizda o'sha uyim o'z bilan yurdik. Buni mahallam qilmoqchi edik. Keyin uyim o'z. Keyin oxiri HGTni o'zini pivot qilib uyga olib ketdikda, oxiri mana Domoga yetib keldik. Ya'ni Domo bu uyda, ya'ni uy degan ma'no anglatadi. Ham Domo bu rahmat degani-yu. Biz mashinadan ham ko'ra qadrli narsani topdik. Uy. Biz odamlarning uy bo'yicha muammolarni yechib bermoqchimiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Biz fintech emasmiz. Biz gavtech emasmiz. Biz yana qanaqangidir tech emasmiz. Biz hometech-miz. Hometech uy bilan bog'liq muammolarni yechib beramiz. Shuning uchun asoschilarga, founderlarga yoki dasturchi bo'ladimi, farqi yo'q. Ular ulush hisob berilgan bo'lishi mumkin. O'sha loyihaga aloqasi bo'lgan odamlar bitta narsani bilsin. Ishlayotgan joyda qaysi eng muhim qadriyatga bog'liq bo'lgan muammoni yechib berishadi. Shuni topishsa bo'ldi. U yoqqa ketaveradi. Biz kechagina investitsiya izlab yurgan, investitsiya izlab emas, PR maqsadida, u bu holatida investitsiya nimaligini tushungan kompaniya sifatida aytamiz. Hozirgi kunga kelib biz investitsiya bera oladigan, asset management deydi, ya'ni pul boshqara oladigan gigant startapchaga aylanib boryapmiz. Bir kunda $500 ming oshiq cash flow aylanmamiz bor. Agar bunday hisoblasangiz $15 million o'zi startapimizdan pul aylanadi. Jamoamiz high level oylik olishga o'tdi. Ham ulushdor ular, ham oyliklarini to'g'irladik. Bularni barchasi bularga kiramiz. Kiramiz. Bularning barchasi nima bilasizmi? Nima? Mana shu muammoni evaziga. Siz foydalanuvchilaringiz muammosini yechib bering, foydalanuvchilar sizga hamma sharoit qilib beradi. Shunaqa. Lekin mana hozir asoschilar o'tiribdi va ichida qanaqadir skeptiklari bor-da. Deydi, distribution muammo deydi. Qanaqa qilib o'zi 100 ming odam kirib keladi o'zidan o'zi deydi. Hozir mana Alisher aka ne'mat deyaptilar, lekin texnologik tarafdan ham buni tushuntirib bersinlar. Qanaqa qilib 100 ming odam mana
qayerdan topdi, qayerdan yuklab oldi, baribir ana tahlil qilgansizlar-ku. Mana shuni bir ochib bersangiz, ya'ni birinchi launch bo'lishi bilan, zapusk bo'lishi bilan 100 ming odam qanaqa qilib bir-biriga mana buni o'rnatib olgin degan sxema ishlab ketdimi yoki siz qanaqadir bir growth hack qildingizmi? Mana shuni ochaylik. Men teggayman. Men outsourcingni menga nima o'rgatgan? Finansiy modellar bilan ishlash, bozorda, ya'ni mijozlar muammoga yechim berganligimiz uchun kak outsourcingda pul topganmiz. Bu loyihada ham aynan muammoda bitta zo'r joy topib qoldi. O'zbekiston aholisida siyosatimiz kambag'allikdan chiqarish, boyitish. Shu holatda baribir daromad topish anaqamiz uncha chiroyli emas bo'lgan hududlarimiz bor, bo'laklar bor. Mana shu joylarda topayotgan daromadlarini 35-40% kommunalga ketishini aniqladik. Rasmiy manbalar joy, ya'ni bankable user deymiz-ku, shularda. Keyin ularning pulini qanaqa tejash mumkin? Pul topib bera olmasak, demak, ularning qo'rquvi bor. Qo'rquvlariga nima sabab bor? Uy bo'yicha qo'rquvlari, aynan kommunalka bo'yicha qo'rquvlari. Svet birdan o'chib qolsa, uni to yoqish uchun karta ulab yoki qaysidir mening uyimga kirib to'lash. U agar prilojeniyya ishlamay qolgan bo'lsa, boshqa prilojeniyyaga kirib, unga karta ulash kerak, SMS keladi. U juda qiyin. Ya'ni ma'lumotlar hammada anaqa yayralib yotibdi-da. Tarqalib yotibdi. Demak, texnologik teggayman deganim, ya'ni biroz texnika sohasidagi odamman, texnologik yechim berdim. Birinchisi, telefon raqami bilan uy ID degan narsani bog'ladik. Ya'ni telefon raqamiga hamma hisob raqamlarini bog'lab chiqdik. Shuning uchun hozir ro'yxatdan o'tsanglar, bir 70% foydalanuvchilarimizni internetigacha hisob raqamlarini bind qilib beramiz, bog'lab beramiz. Topilmayotganlar bor yoki xato kirib qolgan narsalar bor. Chunki billinglarda ma'lumotlar eski bo'lib qolsa, biz uni yedinni birlashtirib bera olmaymiz. O'zi qancha katta hajmdagi ma'lumotlar bundoq qilganda. Bunga juda soniyalar ichida yechim berish uchun yana texnologik yechim bo'lganmiz. Ikkinchi muammo boyagidek, o'chib qolsa pul to'lash haqida gapirdik, lekin o'chib qolishini o'zi falokat. Bitta svetingiz o'chib qolsa, u yongungacha bo'lgan muddat, masalan 10 daqiqa desak, lekin o'sha uyingiz yozgi paytda sovutishga ketayotgan vaqt biza hisoblagan 1 soat 40 minutgacha cho'ziladi. Ya'ni konditsioner o'chdi, xolodilnik o'chdi, hamma narsa o'chdi. Siz 10 daqiqada yoqdim deyishingiz mumkin, lekin ular 10 daqiqada yo'qotgan uyni isib ketkishi, xolodilnikda erish bor-ku, tiklash uchun 1,5 soat vaqt sarflashadi. Qishga kelsak, uyingiz sovib ketadi. Uni isitishga bo'lgan vaqt 10 daqiqada yana isitib joyiga olib kelib olmaydi uyingizda. Yarim soat, 1 soatga cho'ziladi. Siz aytyapsiz, mana miyamga o'yinlarni reklama qilishyapti-yu. Qaysi? Sovuq bo'ladi, ayol bilan bolacha bo'ladi-da, ular sovuq qotayotgan bo'ladi, tomini olov yoqib berasiz, o'sha esimga tushib ketdi. Ya'ni kasal bo'lishi mumkin odamlar, chaqaloqi bo'lishi mumkin. Hamma narsa. Ta'sirchan odamlar ham bor-ku deymanda. Biz aynan o'sha odamlarga push yuborish mexanizmini qildik. Bizning orqamizdan gigant to'lov tashkilotlari bildirishnomalar yoqishni boshlashdi, avto to'lov yoqishni boshlashdi. O'rganishdi. Orqamizdan kelaversin, hattoki so'nggi kunlarda hozir men sizlarga mana bu narsalarni qildim desam, sizlarga masalan ko'rsatkichlar olish huquqlaringiz bor-da deyish mumkin. Yo'q, mana Maygoda, soliqda, hattoki to'lov tashkilotida bu funksiyalar chiqdi. Avvalan bor edi balans ko'rsatish. Lekin biz uni chizib berdik odamlarga. Ya'ni interfeys, bu ham texnologik yechim. Ogohlantirish, bu ham texnologik yechim. Keyin odamlarni to'lov qilgandan keyin oddiy FAQ orqali mana buni bosasiz, buni qilasiz degan narsa yo'q ekan. Bechora faqat texnoparkka qiladi, 20 soatlar qolib ketadi ochirtda, to unga yechim qiyin. Biz shu yechimlarga bitta qo'llanmacha qilib berdik. Oddiy FAQ bo'ldi. Bu ham texnologik yechim. Mana shu texnologik yechimlar oldida bir donagina referral cashback degan narsa qo'shdik. Ya'ni siz do'stingizni chaqirganingizda uni to'lovlaridan daromad topish bo'yicha bitta funksiya qo'shdik. Mana 100 mingning siri qayerda do'stlar? Bo'ldi, mana shu narsalarni berdik. 10 kunda 100 ming, nechadir kunda yana qanchadir, xullas 140-kunga kelib biz birinchi 1 million foydalanuvchilarimizni yig'dik. Va hozirgacha faxrlanib aytamiz. Buni tagida nima bor bilasizmi? O'zbekistondagi menimcha eng tez 1 million userga ega bo'lgan app bo'lsa kerak. Lekin buni yangilashlaringizni so'rayman. Aha. Tilaysiz shuni. Anaqa zero marketing.
bir sent pul sarflamaganmiz 1 million usergacha, lekin undan keyin sarfladik, hozir ham sarflayapmiz va yaxshigina pul sarflayapmiz. Mana shu yerda savol paydo bo'ladi. 1 million user ham bo'ldi, bazaviy funksiyonalligingiz ham bo'ldi, domoda baribir uy bilan deyapsiz. U yerda juda ko'p feature qo'shishingiz kerak, juda ko'p hali ishlashingiz kerak. O'sha keyingi rejangiz nima endi? Mana zapusk bo'ldi, ishlatyapti odamlar. Endi domodan nima kutiladi? O'zi umuman asoschilarni o'ziga xos tarafi ham ulardan o'sha startup mindset, ya'ni hech qachon o'zini erishgan natijasiga ko'nikib qolmaydi. Albatta. Ya'ni biza nimalarni kutsak bo'ladi? Nima hayotimizda yangiliklar olib kelasiz? Biz kommunaldan tashqari ko'rgan bo'lsanglar, stream servislarni qo'shdik. Ya'ni Netflix, Allplay, Yandex hammasini, ya'ni ko'pchilik kommunalga svet, gaz, suv deb o'ylaydi-da. Ya'ni kommunal servisga aslida televideniya ham kiradi. Kommunal servisga biz TSJni qo'shib berdik. Kommunal servisga biz internetni qo'shib berdik. Ya'ni uyga bog'liq bo'lgan servislarni oshirib boramiz. Va oshirish mobaynida shunchaki kassier emasmiz. Odamlardan, foydalanuvchilardan, kuzatuvchilardan iltimos. Founderlarga ham bu narsa bitta narsa bo'ladi. Odamlar sizni nima deb eslaydi? Biz odamlarga aytamiz, biz kassier emasmiz. Bu nima degani? To'lovimiz bitta joydan olib ikkinchi joyga yetkazuvchi emasmiz. Biz sizni yordamchingizmiz. Xo'p, siz to'lov tashkilotlariga kirib, masalan, internetga to'lov qilsangiz, funksiyasi bor. Masalan, to'lov qilsangiz internetga, допустим, bitta oddiy shunchaki balans to'ldiriladi. Bizda bilasizmi, tarifingiz, bu tarifni boshqa tarifga almashtirgan paytingiz qancha tejaysiz? Care qilish inglizchasiga aytganda. Biz sizni pulingizni tejashga harakat qilamiz. Biz sizni o'sha to'lov paytingizda hattoki 5% gacha qaysidir anaqa to'lovlarda cashback qilib qaytarib beramiz pullaringizni. Keyin tariflar almashib qolgan payti Ulug'bek aka, tarif almashdi, mana bunchada qimmat bo'ldi deb sizni ogohlantiramiz. Mana shu ham yetishmaydi, juda ham. Bu qayg'urish degan narsalarni hammasini bo'ynimizga olganmiz-da. Ya'ni biz kassier emasmiz, biz sizni yordamchingizmiz. Bu birinchi mindsetimizda tinimsiz, ya'ni uy bo'yicha biz servislarni yana qo'shib boramiz. Mana yaqinda MIP to'lovlari chiqadi, sud tomonidan taqiqlar chiqadi. Ya'ni qaysidir odamlar bilmas ekan o'yinni taqiqqa qo'yilganligini. Ya'ni borgan, pasportini berganda kredit olishga yonida turib bergan, bo'ldi. Lekin u to'lamaganligi evaziga uyi taqiqqa qo'yilganligini bilmas ekan. Og'riqli masalaga kiryapmiz u. Ayniqsa 15 million foydalanuvchilarimiz hozir zona riska deydi, o'sha kirib o'sha o'zingizga mikrokredit olishni yopib qo'ying, bo'lmasa hozirgi holatda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Rostdan ham. Qarangda, hattoki biz foydalanuvchilarimizga root nimaligini tushuntiramiz. Ya'ni bu biz uchun og'ir. Taxminan bilmadim 30 ming foydalanuvchini yo'qotdik. Ya'ni bitta root detect deydi. Ya'ni foydalanuvchilarimiz O'zbekistonda 95% Android operatsion tizimidagi smartfonlarni ishlatishadi. Bu degani mana ham 90% auditoriya bu Android. Ulardan 60 ming odamni, ya'ni to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan foydalanuvchilarimni yo'qotdim root detect qo'yish orqali. Bo'lmasa ular menga pul to'lovchi edi, ulardan ozgina bo'lsa ham daromadim bor edi va bu daromad menga kerak-ku. Men shu daromaddan voz kechdim. Nimaga menga qadriyat muhim? Men sizni foydalanuvchilarimni uy bo'yicha yordamchimanmi? Demak, u foydalanuvchilarim agar root device-ni aniqlab ularga aytmasam, demak ular ertaga APK o'rnatib qo'yganlar bor, kartasini yechirib ketish bor, shunaqa narsa bor. Mana shu yerni o'zim Founders Cafega aloqador bo'lmasa ham yaxshiroq tushuntirsangiz bo'lardi, chunki ko'p tanishlarim bor. Telegramdan shuni o'rnat, shu ishlaydigan priложение uchun mana bu rutinni o'chirib qo'yishing kerak deganning hisobiga qanchadan qancha o'sha firibgarlar foydalanib ketgan yoki o'sha ma'lumotlarni olib chiqib ketgan. Esingizda bo'lsa o'sha Tatuni davrlarini eslasak, Android degan ilovalar bo'lardi. Shunga tushuntirib bersangiz, baribir o'zi sohamiz shu zo'r bo'lardi. Rootkit nima o'zi aslida? Rootkit bu sizni telefoningizga administratorlik huquqini olib, istalgan ilovani, istalgan to'lov yo'nalishlaringizni, istalgan ma'lumotlaringizni boshqarish huquqini oladi masofadan turib. Afsuski, anaqa sizga jarima qo'llandi, sizga pul yutuqlari bor deb APK format yoki sani yalang'och rasming bor deydi-da, APK-ni yuboradi, bechara tushunmagan aholimiz uni ustanovka qilib qo'yishadi. Mana shu holatlarga biz yig'ildikda, mana shu Domo jamoasi nima yechim qilsak aholimizni qutqaramiz. Oldimizda 100 ming odam bizni tark etishi turibdi. 100 mingta odam zarar. Lekin oldimizda aholimizni texnologik
mana shunaqa hali malaka shakllanmagan paytda texnologik yechim turibdi. Qaysi birini qilamiz? Mayli zararga turishsak ham, domoni kim ishlatsa, demak telefoni xavfsiz deydigan tushunchaga o'tdik. Ya'ni domo bor, bu xavfsizlik bor degani. Domo yo'qmi? Domo ishlamayaptimi? Demak telefoningiz xavfsiz emas. Odamlarga hozir root o'rgatamiz. Bittalab call centerdan, AI agent, AI ular sizga qancha telefon qiladi, men o'rnata olmayapman. Ishlamay qoldi, otib yuboryapti, kirmayapti deyishadi. Biz ularga root tushuntiramiz. Oldimizda qiyin yo'l. Bu narsa lekin bizning fuqarolik majburiyatimiz deb olib, biz aytgan-kuymiz, biz shunchaki startap emasmiz, biz madaniyat shakllantiramiz degan qadriyatimiz bor. Shunga tayanib 100 mingta foydalanuvchidan zarar ko'rishimizni bildik, tahlil qildik, lekin rootliklarni ishlatmaymiz dedik. Va bizda hozirgi ilovamiz kim foydalanib turgan bo'lsa, foydalanayaptimi? Demak, ularda root yo'q. Ya'ni telefoni xavfsiz. Foydalanmayaptimi? Demak, telefoningiz zararlangan. Iltimos to'g'rilang, keyin domo ishlaydi. Vot bu bitta qadriyat. Ya'ni boya aytgandek kommunal servislar bizani bitta qadriyat mindsetimizdagi rejalar bo'lsa, ikkinchisi bu qadriyatlarimizni ushlash. Yana bitta narsa bor, biz o'zingizni sog'lom saqlamoqchimiz degan, faqat pul jihatdan emas. Endi biz sizga sifatli elektriklar, ya'ni bilimi bor bo'lgan, tajribasi bor bo'lgan, odamlarni aldamaydigan va sizga sifatli xizmat ko'rsatadigan ustalarni yuboradigan funksiyamiz yaqinda ishga tushadi. Hammasi bu uy bilan bog'liq. Uy bilan bog'liq. O'sha ustalar siz uyingizga keladi. Eng qizig'i usta agar sizga nimadir o'rnatadigan bir xil xizmat turlari bor-ku, 2-3 kunda sifati bilinadi. 2-3 kunda sifatsiz qilgan bo'lsa pulni biz qaytarib beramiz. Shu darajada imkoniyat bor. Bu bor. Keyingisi yana bitta funksiyamiz bor. Bu funksiyamizni hozirgi ilovani o'rnatgan, domo ilovasini o'rnatgan 1% gina foydalanuvchilarimiz ishlatyapti. Bu qarz berish, va'dali to'lov degan. Hech qanaqa mikrozaym emas, hech qanaqa kredit emas. Biz bepul 300 ming beramiz, ya'ni komissiyalarsiz. Ikki xil holat bor. Sizga оповещение yubordik, ya'ni bildirishnoma yubordik. Ulug'bek aka, svetingiz o'chib qolar ekan bir kundan keyin. Sizda yo pul bor, yo pul yo'q. Pulingiz bor bo'lsa, nimadir reja, ayniqsa oy oxiri kunlari. Reja qilgansiz, pulingizni nimadirga ishlatmoqchisiz. Biz sizga 1 oy yoki 2 haftaga yetadigan qarz berib turamiz. Faqat o'shani vaqtida qaytarsangiz bo'ldi. Alisherka, hozir mana shu joyga nima qilishimiz uchun shu yechim. Bir xil mana startap umumiy o'ylash mumkin, juda chiroyli ishlashi mumkin, lekin mana shunaqa key featurelar qayerdandir keladi. Ya'ni qayerdandir shu to'xta, mana shu muammo ham bor-ku, shunga yechim ham beraylik degan, mana hozir 1% foydalanayotgani ham bu taxminan qancha bo'ladi? 20 ming 10% 200 ming. Uzr, 20 ming. 25 ming 30 ming odam foydalanishi ham juda katta. To'g'ri. 16 ming shuncha odamni o'sha muammoli vaziyatdan chiqarib olish. Shu mana featurega qanaqa qilib keldingiz? Bu featurega bizda o'zi featurlar qanaqa tanlanadi? Domo startapida biror funksiya qanaqa qo'shiladi bizni anaqa jiramizga, ya'ni backlogimizga qanaqa qo'shiladi desangiz, bizda 4 ta idishcha bor. Birinchi idishchamiz bu foydalanuvchilarimizni bizga bergan muammolari, shikoyatlari asosida shakllanadigan. Ikkinchi idishchamizda esa jamoamiz bilan qadriyatlar asosida shakllangan uzun roadmapimiz bor, 5 yillik. O'sha roadmapda ichidan olinadi. Uchinchi idishchamiz founder, ya'ni meni xohishlarim bor, o'ylaganlarim bor. Men 3-o'rindaman. 4-o'rindagi featurelar esa bu optimizatsiya. Har doim nimadir yaxshilab borish kerak bo'ladi. 4 tadan foizli, ya'ni 4 tadan birinchisidan odamlarning muammosini qo'yamiz birinchi. Yetmay qolsa, goal, ya'ni maqsadimizga, demak ikkinchi idishchadan olinadi. O'shanda ham yetmasa keyin meniki bo'ladi. Lekin har doim 5% optimizatsiya uchun qaysi bitta funksiyani olib titib ko'ramiz. Buni yana qanaqa optimizatsiya qilsak bo'lar ekan deb. Ya'ni 1 va 2, ya'ni 1 va 4 bu foydalanuvchilarimizning xatirkalari. Ya'ni bizning loyiha shiori ham shunaqa, domo sizniki. Ya'ni sizniki bo'lgandan keyin siz hal qilasiz nima funksiya chiqishini. Demak, qarz funksiyasi bu ma'ni g'oyam emas, bu foydalanuvchilarimizning xohishi. Demak, umumiy xulosa qilganda feature qo'shish bu bir, lekin uni doimiy yaxshilab borish kerak. Ya'ni men hamnaqa feature qo'shdim, endi u ishlab ketadi emas, uni yana yaxshilash kerak. Eskirib qolsa, mana kecha 15 million chiqib ketgan edik, qachondir uni ichida ishlatgan algoritmlaringiz, bibliotekalarimiz deprecated bo'lib ketsa, qayerdadir asos chiqamsa, bu bibliotekani kim ishlatgan? Domon ichida bor ekan. Davay domonni ham izlon qilamiz. Tushundingizmi? Shuning uchun doimiy qarab turish kerak bo'ladi. Asoschilarni yaxshi ko'radigan nimalardan biri, mavzulardan biri
cap table masalasi, ya'ni ulushlarni qanaqa bo'linishi. Chunki biz qayerga qarasak, baribir o'sha HGT taqdimot qilayotganingizda ham, domoda ham Alisher Tojiyev keladi. O'zi yana kimlar do'ladi, yana kimlarda ulush bor, yana kimlar domoni qilayotganida, mehnat qilayotganida bu meniki, meni ham hissam bor deb qiladiganlar qanaqa va buni qanaqa o'zi boshqargansiz? 13 kishida bizda bor. Ya'ni ESOP ajratilingan. Bizda qaranglar, mana shu joyda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Founder jamoa a'zolariga loyihadan, startapdan ulush berayotgan paytida men berib qo'ydim-ku, sen ham shunaqa fikrlashing kerak, sen ham mendan yonishing kerak. Bu xato. Bizda uchburchak bor. Shuna bitta uchburchak chizilgan, raketani uchburchagi. Uchida domla turadi. Bitta joyda team, bitta joyda founder turadi. Mana shu uchburchak bilan biz yoramiz. Biz shu uchburchak bilan space'ga chiqamiz. Ya'ni o'sha raketani uchi, tasavvur qilinglar. Ana shu uchlikda ishlaymiz. Ya'ni men founder sifatida men o'zim ulushimni beraman. Lekin ularni o'zi yozgan. Men bu joyni olaman deb mas'uliyat olgan o'zi. Shu mas'uliyatni erishtirsa metrikani, unga avtomatik o'sha belgilangan cliff vesting deyiladi. Cliff vesting ajratiladi. Cliff vesting asosi o'sha ESOPda foizi chiqadi, foiz unga o'tib ketaveradi. Ya'ni 1 yil ichida qiladigan rejasi bor, 2 yillik, 3 yillik. Agar 3 yil jamoada bo'lsa, 4-yil avtomatik qo'shib beriladi. 5 yil jamoada bo'lsa, 6 va 7-yil avtomatik qo'shib beriladi. Ya'ni siz bo'lishga tayyorsiz. Bo'lishga tayyorman, o'sha bo'lish bilan bo'lganmiz. Yo'q, yillar davomida bo'lish haqida. Yillar davomida va bunga jami bizda 15% ajratilgan. 15% hozirgi kunda $1,5 million teng. Lekin bizning rejamiz bo'yicha 15% masalan 500 millionlik kompaniya bo'lishga tayyorgarlik ko'ramiz. Mana hozir 10 million bo'lsak, keyingi raundimiz xudo xolasa minimum 50 million bilan ochamiz. Chunki MRR based hisoblasa ham multiplikator bor, 20x hisoblab tashlaysiz. Bemalol chiqadi hozir. Shunaqa. Shuning uchun bo'lishishdan charchamaslik kerak. Bo'lishishda baraka bor. Bo'lishishda xayr ehson bor, xayr baraka bor. Jamoa a'zolaringizga shu bo'lishayotgan paytda mindset to'g'ri qo'yish kerak. Ya'ni men bo'lishga tayyorman deyish kerak. Anaqa metrikani esa jamoa a'zoyingiz o'zi olsin. Qiymat berish kerak-da. Ana shu uchburchakda sizga qiymat bermaydi, domoga xizmat beradi. Domoga qiymat berganligi uchun men ulushimni erkin ajratganman, hamma o'zinikini olaveradi. C-levelga alohida ajratganmiz, teamga alohida ajratganmiz. Ya'ni ESOPlar ajratilgan. Va xursand bo'lganligim, loyihamizda mendan kam bo'lmagan qiymat qo'shayotgan bir 5-6 ta odam shakllanib bo'ldi. Ularni mana pul yo'g'ida tushunarli, ulushi borligi uchun meni kompaniyam deb qiladi. Pul paydo bo'lishi bilan, mana MRRlar paydo bo'lishi bilan baribir ular ham o'sha management feedan pul oladi, to'g'rimi? Ya'ni oylikmi yoki revenuemi? Dividend deb qarasak. Dividend olaveradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, seni ulushing bor-ku, senga pul bermayman degan narsa yo'q, pul ham oladi. Ya'ni ertaga nima deydi, yana kimdir qaysidir bir texnologik high level oylik oladi. Birinchidan. Undan zo'r odam kelib qolsa ham, uni pozitsiyasi undan yuqori. Pozitsiya yuqori. Hozir mijg'ov roldaman. High level oylikka hozir kameraga tushiraylik. Ya'ni bu qancha haqida gap ketyapti? 50-60 million haqida. 50-60 million haqida gap ketyapti. Bu o'sha startup jamoasida founderlarning bo'lgan, jamoasidagi jamoa a'zolari. Shunaqa. Hattoki masalan advisorlarimiz $30,000 ham oladi yillik. Qancha bo'ladi? Advisorlarimiz ham hisoblab olish sizdan. Ya'ni advisory boardimizga ham pul beramiz. Shunchaki maslahat, ulush emas. Hamma pul olish kerak. Bizda qoida shunaqa, hamma pul olsan. Bizda masalan 1 yilda texnologik bilimim oshdi deb kelsa, shuna jirani ochamiz. Scrum Master chaqiriladi, HR chaqiriladi. Bitta intervyu, qaytadan reoffer yana ko'tarilish mumkin. Ya'ni odam o'zini qo'lida oyligini ko'tarish. Shuncha yoqimli, foydali gaplardan bitta to'g'risi suhbatni baribir ochamiz deb nima qilganman endi sizni fikringiz bilan. Zo'r ko'rsiz taqdimot. Mana oxirgi sonlarni ham, yangi ikkinchi mavsumini ham ko'rib boryapman. Lekin
hali ham odamlarda yanglish bor. Misol uchun o'shanda sizga $1 million va $50 ming berilganda o'ylashdiki, bo'ldi, mana shu chiqqan odam bor-ku, hozir mana 5 tashashdi, shu odam hozir 1 millionni oldi, bu startapga ham emas, mana shu xuddi bir lotereyada yutgandek, mana shu pulni mana shu odamga berishdi. Voy, endi bu 1 million $50 ming nima qilar ekan degan xayol ham bor. Oddiy hali endi bu sohani tushunmaydigan odamlarda. Lekin baribir odamlarga tushuntirsak hozir investitsiya olish jarayoni nimalardan iborat va qanaqa keyslar bo'lishi mumkin, aynan sizni misolingizda. Birinchi taqdimotga to'xtalaylik. Taqdimot, ya'ni ularning ham g'oyasi bor-da. Biza taqdimot ko'rsatuviga chiqishdan bir kun avval yig'ishdi. Bir 10 nechadir kishi juda ham kichkina yig'ildi va mana shu loyihaga pul tikkan eng katta endi odamni bilamiz biza, Kommunopa yig'dilar. Aloqa bank raisasi. Ulardagi mindsetni tushungan holatda aytdimki, biz yoshlar bankimiz. Bizga davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan narsa bu shu startap qilayotgan yoshlarimizni podдержка qilish. Chunki men ularga aytdimda, shuncha milliardlab pul sarflayapsizlar bu yer dedim. Biz uchun eng qizig'i, men aloqa ventureda rezidenti ham emasman. Yoki ular pul tikkan startap garajda rezidenti ham emasman. Hammamiz do'stmiz, taniymiz. Lekin aloqamiz yo'q-da, lekin bizga yordam berishyapti. Demak, bu yoqimli. U juda ham yoqimli-ku. Manfaat yo'q, lekin bizani chaqirishyapti. Shuning uchun Kommunopa biza dedim, shu chiqamiz dedim. Bitta narsani xohlayotgandirsiz, ayta olmayotgandirsiz, lekin men aytaman dedim. Klassik tadbirkorlarni startaplarga pul kiritish bo'yicha bitta ping beramiz dedim. Va'da bera olmayman dedim, lekin mana shu narsa bo'ladi. Ishonchingizni oqlaymiz dedik. Taqdimot ko'rsatuvida ko'rgan bo'lsangiz, cheklar juda ham kichkina edi. 300 ming, 100 ming shunaqa edi. Meniki taxminan 1 million edi. Keyin ko'pchilik kuzatayotganlar bilasiz-ku, hattoki o'sha yerda anaqa sizni sinab ko'rayotganlar ham 1 million ko'p emasmi? Uncha berishmaydi-ku. Mana shunaqa gaplar bo'ldi. Biz u yerda loyihamizni maqsadini tushuntirish uchun chiqqanmiz, investitsiya olish uchun emas. Chunki rostdan 1 million bermaydi deb o'ylaganmiz. Keyin bir bordimda ko'pchilikda taklifi bo'ldi. Mentorlar, biriktalar, do'stlarimiz, yo'q, kamaytirish kerak bu dedi. Hattoki jamoamiz ham 700 mingga tushirish haqida bir o'yladik-da, yo'q, 1 million 50 ga ko'tardim. Yana 1 milliondan ham ko'p bo'lsin dedik. Rovna 1 million qo'ymasin dedik-da. Yana matematikamizni to'g'riladik. 7 million 15%, 1 million 50 ming. Okey, 1 million 50 ming qilik. Prezentatsiyamizni almashdi 1 million 50 ga. Ular hayron qolishdi. Все, chiqdik. Chiqqanda ko'rdinglar, shunchaki loyihani to'g'ri tushuntirish, sizni qiymatingiz borligi. Sag'amlar bilan olib chiqib tushuntirish, ya'ni podacha deydi-yu. O'sha yetkazib berishni to'g'ri qildik. Jamoamizni kuchini ko'rsatdik. Loyihamiz nima qiymat berayotganligini va aholimizni bizga bo'lgan ishonchini, foydalanuvchilarimizning ishonchini ko'rsatdik. Bo'ldi, ularni bizga soft commitment, ya'ni birdaniga mana pul beramiz deydigan hammani ishonchini oldik. Juda ham xursand bo'ldik. Lekin endi Xudoga shukr, anaqa 1 million 50 da mas'uliyatini his qilganligim uchun u yoqda xursandchilikdan ko'ra mas'uliyatni eplash haqida yuklama tushdi o'sha yerda. Undan keyin haqiqiy anaqa jarayon boshlandi investitsiyani. Ya'ni DD deymiz, due diligence, ya'ni sizni gapirgan gaplaringizga mosligingizni tekshirishadi. Ya'ni siz hamma eshiklarni ochib berasiz, qaysi raqamni aytdingiz, yolg'on emasmi? Foydalanuvchilaringiz soni, foydalanuvchilaringiz sizga to'layotganligi, hamma narsani tekshirishadi. Huquqiy tomondan tekshirishadi. Shu tekshiruvlardan o'tdik. Xursand bo'lganligimiz, startapimiz endi qonuniy pul topib yurgan ochilish muddatlari, narsalari juda ham 1 yilga yetmagan, 10 oylik payt edi. Shuning uchun tez tugadi bizda va TDD deydi, ya'ni texnik yuridiklardan zo'r o'tdik. Chunki startapni boshlayotgan paytda xalqaro maydonga chiqish haqida rejam bor edi. Shunga hattoki shartnomalar, hamma narsam bir tomoni o'zbek lotinda, bir tomoni ingliz tilida qilib tayyorlangan. Tushunarli bo'lishi uchun. Tushunarli bo'lishi uchun. Keyin o'rtada bizada may oylarida Central Markaziy bankda yig'ilishib qolgan payti Uzum kompaniyasi bizga juda qiziqib qoldi-da. Uzum bizga juda ko'p narsa o'rgatdi. Yaxshi strategik partnyorimiz. O'sha jarayonlarda orttirgan bilimlarim bilan yana hujjatlarni yangilab qo'ygandimda, shunda DDlarimiz yaxshi baholandi. TechDDda texnik direktorlari, ya'ni o'sha venturlarni, akfani yuqori baholashdi. Xursand bo'ldik hammasi. Akfadagi struktura o'zgartirishlar tufayli bu cho'zilib qoldi. Bizda esa lockdown period tugadi. Ya'ni loyihamiz
biz ekranga chiqib bergan va'damiz muddatidan O'sib ketib bo'ldingiz. o'sib ketdik. Biz ularga 50 ming MRRga chiqishimiz haqida aytuvdik. Уже 62 ming MRRga chiqqan paytimizda foydalanuvchilarimiz bo'yicha qo'yiladi-yu talablar. Mana shu pul olsak, mana shu narsani bajaramiz degan narsalarni pulsiz bajardik. Yana aytaman, bir xil postlarimda aytganman, har doim investitsiya kerak bo'lmaydi. Shunchaki bitta stol ustida o'tirib, yaxshi aqlli qaror qabul qilib, foydalanuvchilaringiz bilan gaplashib, ular bilan bamaslahat loyihangizga nimadir feature qo'shsangiz, o'zi uchib ketadi. Biz Bootstrap investitsiya bilan ham startap yashab o'sishi mumkin. xuddi shunaqa. Shuning uchun mana shu joyga juda ehtiyot bo'lish kerak. Keyin ko'rsatuv olingan muddat bilan ko'rsatuv e'lon qilingan muddat orasi 1 oycha. Shuning uchun bilinglar, что menda o'rtada 1 oy o'tib ketdi. Ko'rsatuv chiqqandan keyin dizi boshlandi. Undan keyin harakatlanma. O'rtada biz egallab bo'ldik. Ya'ni ko'rsatuv chiqqandan bu yoqgacha masalan 1 oycha bo'lsa 1 oyga ulgurmadik. Undan olingan muddatlar ham bor edi. Shuning uchun metrika yopildi. Keyin biz qayta reaksiya qilib, endi ochdik hozir, raund ochdik va bu raundimizga ham taxminan 60-70% yopilgan. Shunda aniqlashtiruvchi savol, siz kelishuvga bormadingizmi shu bilan? Bizda kelishuv anaqa to'xtatildi. Ya'ni Akfa tomonidan hamma dizaynlardan muvaffaqiyatli o'tdinglar. Biz juda ham qoyilmiz, hamkorlikda davom etamiz. Hozir bizda restrukturizatsiya ketayotganligi uchun taklif bo'ladi-yu, letter of intentda bera olmayapmiz. Biz sizlarni ushlab qolmaylik degan xat berishdi. Bu xatni biz Aloqa Venture'ga yubordik. Aloqa Venture ham qayta otsenkamizga yo'q, biz qimmat kira olmaymiz deb ular ham rad berishdi. Shuning uchun ikkita raddan keyin sekin yana davom etib ketdik. Lekin mana shu yerda bitta nimani aytmoqchiman. Siz tayyor bo'lgansiz. Ya'ni due diligence'ga ham, boshqasiga ham hammasiga tayyorlangansiz. Tayyorlangan. Bu tushunishinglar uchun ko'rayotganlar, Alisher aka bu narsaga baribir o'sha nima deydi? Old guy, ya'ni oldindan bu narsalarni biladigan inson sifatida tayyorlanganlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa mana kecha kunda o'qidik, turk qizi mana shunaqani hamma joyi startap hype qilib tashlab, uzoq yilga qamalib ketdi. Ya'ni u mana shu due diligence'larga tayyor bo'lmagan, hammani o'zining partnyori, hammani o'zining nimasi qilib, sotuvlarni ortiqcha qilib oshirib ko'rsatgani uchun tekshiruv bo'lganda bu narsa ochilgan va o'xshamagan. Ya'ni o'rganinglar, qanaqa qilib tayyorlanish kerak va muvaffaqiyatli o'tish kerak bu narsadan. Chunki hype'ni hech kim bekor qilmagan-ku. Конечно. Yana bitta narsa aytaman. Bunga tayyorgarlik meni malakamdan kelib chiqmadi. Startapimni o'zi olib bordi. Ya'ni o'sha may oyida bizni Uzum kompaniyasi partnerskiy qilayotgan paytida tekshirishlar o'tkazib, menga English law nimaligini, startapni ichidagi pulni founder qanchagacha ishlatishi, founderni yuklamalari, keep it simple security shartnomalari, safe nima, reserved matrixlar, hamma qoidalarni o'rgatishdi-da. Ya'ni biz global unicorn bo'lgan kompaniya bilan yuridik tomondan ham juda ko'p narsa o'rgandik. Shuning uchun yana aytaman, agar siz foydalanuvchingiz muammolariga gaplashib foydalanuvchi bilan startapingizga mehr bersangiz, startapingizni o'zi sizni mana bunaqa dizaynlarga tayyorgarlik ko'rdiradi. O'zi qiladi. Bu juda chuqur tafakkur ilmi. Founderlardan iltimos, startapni mahkam ushlasin. Bu ham kasb-ku. Kasbni o'zi yo'naltiradi. Startapingizni o'zi sizni yo'naltiradi. Bu bor fakt, u hammada bo'lgan. Endi boshqa tarafi startapni boshlab olish. Bu romantika, zapusk qilish, birinchi 100 mingta user yoki sizni holatingizda 1 millionta user, undan keyingi tasavvurlar boshlang'ich tasavvurlardan o'zgarib ketadi. Ya'ni oldin orzu qilgan narsalaringiz endi orzu emas. Va korporatsiyaga aylanish jarayoni yo'lida o'zi startaplarni ko'plab yana milestonelar, ya'ni endi nima qilamiz? Yo'llar ko'payaveradi, endi pulingiz yetarli, sharoitlar yetarli, takliflar ko'p. Men pul tiksamchi, men ham kirib oling hozir deydigan narsalar bo'ladi. Lekin sizni domoni korporatsiya bo'lib ketadigan yoki ertaga kim biladi o'sha birinchi IPO qiladigan nimalardan, startaplardan, texnik kompaniyalardan bo'ladi. Mana shu yo'lingizni aytib bersangiz, asoschilar ham faqatgina shu qanchadir pul topdim, investitsiya oldimdan u yog'iga o'tishi uchun. Vision. Birinchisi, investitsiya bu yechim emas ekan. Shuni bilish kerak. Nimaga? Bitta investor bu bitta sizga mindset sizga xalaqit beradigan odam, ikkita investor ikkita mindset sizga xalaqit beradigan odam hisoblanadi. Imkon bo'lsa o'zingiz MRR'ingizni ko'taring, o'zingiz investitsiya qiling, o'zingiz kuchaying. Investor qachon kerak? Investor kerak degani bu pul kerak degani. Pulli kerakligini aniqlash kerak.
agarda sizni moshinangiz aniq bo'ldi, Malibu, yo'lingiz aniq, mana bu M39 yo'l, masalan Jizzaxga ketmoqchisiz, sizga benzin kerak bo'lsa, shunda ketish kerak. Bir xil hali mashinasini baloni qo'yilmagan, yo'li Chilonzorgacha hali aniq emas bo'lgan paytda pul olish kerak emas. Pul olsam qilaman. Yo'q, avval rejangiz aniq bo'lsin, u ishonch hosil qilish kerak. Ya'ni benzinga pul berilsa, benzinni solsangiz, yura olsangiz o'sha yo'ldan, shunda olish kerak. Bo'lmasa, shunchaki burn rate yoqorgan bo'lasiz, bitta kattaroq pul yoqasiz, bo'ldi. Shuning uchun pul nimaga kerak va bu pul qayerga yetaklaydi? Bu pulsiz maqsadga masalan 3 yilda erishaman, pul bilan 1 yilda erishaman. Ha, demak umr, vaqt yutilyaptimi? Mana shu metrikalar, mana shu formulalar aniq bo'lsa, va bu gipotezalar sinalgan bo'lsa, keyin pul olish kerak. Pul olayotgan paytida sizdan pul berib turib, endi noto'g'ri tushunmanglar, shunaqangi investorlar bor, 51% sizdan boshqaruvni so'raydimi? Ming zo'r bo'lsa ham bor-ku, bir chekka surib qo'yinglar. Buni gapini tagida qancha narsa bor. Tushundinglar. Shuning uchun sizlarni ishlaringizga faqat pul bergan va'dalaringiz bo'yicha boshqaruvni qo'yadigan investor olinglar. Smart, ha. Endi smart money boshqa, money boshqa, money bo'yicha ham shunaqa. Smart money ham bo'lish kerak, chunki u investorda olayotgan paytingiz faqat pul bilan emas, u investorda atrofidagi tanishlari ham sizga manfaat keltirsin. 5-6 ta holatlarni qiling. Nimaga desanglar, qadrlaylar. Men founderlarga aytaman, o'zlaringiz qadrlaylar. Chunki biz kammiz. Men kibrdan aytmayman, biz kammiz. Ya'ni hozir biznesi ularniki 1 yilda 100% olib kelishi amr mahol. Bunaqa yo lotereya yoki qurol savdosi yoki dori savdosi bo'ladi-da. Startapdek halol qimor deymizda biz. Startapdek 5x, 10x pul keltiradigan biznes yo'q. Kecha-yu kunduz sizga o'xshab yonib, sevib ishlaydigan ishchi yo'q. Biz ishchimizda investorlar uchun. Pulini ko'paytirib beradigan. Bunga hazil bor, o'sha men har doim oldingi bitta podkastda ham esladim. Tipo, "Men endi hech kimga ishlamayman, hech kimga bo'ysunmayman" deydi-da, startap boshlayman deydi. Startap boshlagandan keyin xuddi shunaqa bosim investorlar berib turibdi. Nima natija? Ishla, davay, ishla. Shunaqa dividend chiqarsangiz nimaga dividend ketyapti? Oyligiga nima ko'tarding? Ko'raman-da bir xil startaplarni. Kechirasizlar, intervyularda zo'r, narsalarda zo'r, ichki kuxni ham bilamiz-ku. Shuning uchun men alhamdulillah dedim. Bekorga emas ekan. Bir ikkita zo'r founderlar borda, 100% startap qo'lida bo'lgan, lekin o'sha 15 millionlik kompaniya qilib qo'ygan yoki oldinroq milliardlik kompaniyalar bor O'zbekistonda. Milliardlik otsenka bo'lgan kompaniyalarning asoschilari bor, lekin ular ulushdor emas hozir kompaniyalarda. O'zlari startap qilib yurishibdi. Ular bilan yig'dim. Imkon yetsa, imkon boricha o'zlaringiz cash generate qilinglar, o'zlaringiz rivojlaninglar. Hali vaqti bor. O'zbekistonda early stage'da 10 millionni miyasiga sig'dira olmaydigan davrdamiz. Shunaqa. Lekin 50 ming bo'lsa ham, 100 ming bo'lsa ham olaman deysizlar, 50 ming, 100 ming juda kichkina summa va O'zbekistonga yetmaydi. Siz bilan men bilamiz, bu bir oylik hattoki oyliklaringizni nimasi unga yetmasligi mumkin. Yetmaydi. Shunga ehtiyot bo'linglar. Pul yo'q qo'ygandan keyin yana raund ochishga ana tikkan investorni aqli yetmasligi mumkin. Kartina juda ham xunuk. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Visionga qaytsak, biz sizni startapingizni startapdan o'sha korporatsiya yoki IPO darajasigacha bo'lgan visioningizga juda qiziqyapmiz. Biz ko'ra oldik. Nima uchun ko'ra oldik? Masalan, men o'sha advisory boardimizda IOFA deydi, anaqa sharia compliancelar bilan ishlaydigan bitta olimimiz bor. Bittasi Yandexda regionalniy menejer bo'lgan Alisher aka Hasanov, yana bittasi juda ham katta startapdan O'zbekistonda exit qilgan founder. Xullas, shulardan advisory boardimiz bor va u board menga oxirgi xulosani aytaman. Board aytishdiki, Alisher, mana kuzatdik, senga biz mana buni qilsang zo'r bo'ladi deya olmaymiz dedi. Chunki loyihani bizdan ko'ra yaxshi ko'rasan. Demak, bizdan ko'ra ko'proq ko'ra olasan. Bitta to'g'ri yo'lga tushgansan, biz shuni aytmoqchidik, o'sha tushib bo'lgansan, ya'ni sen foydalanuvchilaring bilan ishlayapsan. Senga bitta narsani aytmoqchimiz. Sen o'zing o'sha boyangi MRR cash generate qilishni o'rgatishdi. Qanaqa pul topishdi? Keyin bemalol ular menga shunaqangi ishonch berishdiki, 500 millionlik, 1 milliardlik kompaniya bo'lish uchun hamma imkoniyat borligini O'zbekistonda ko'rsatib berishdi. Hattoki rejalarimiz bor edi. Qozog'istonga chiqib, men Alseco degan kompaniya bilan gaplashib kelganman. Qirg'izistonga domon olib chiqishni o'ylaganman. Yo'q, yig'ishtir. O'zbekiston ichida chuqurroq kirish kerak. Hali 51% emas, 90% ga chiqish bo'yicha rejalarni shakllantiradi.
shularni o'rgatishdi menga. Ishonchim oshgan, menimcha sezilgandir ham. Bu ishonchim MRRga ham, jamoamga ham ta'sir qilgan. Bizni qo'limizdan kelar ekan. We can. Hozir qo'rquv yo'qda. Odam ketsa mana 6000 aytmak, 6000 dan odam ketyapti-da. Bitta root uchun 100 mingta odam yo'qotish xavfi. Qaysi startapni kechirasiz 3 yillik yiqqan odam edi u. Biz undan 1 oyda voz kechishga tayyormiz. Qadriyatimiz uchun. U qadriyatimiz bizni o'sha milliardlik kompaniyaga boradi. Shuning uchun ya'ni qo'rquv yo'q. Jamoa bunga tayyor. No hire compare, ya'ni biz kimnidir jamoamizga olib tepaga chiqadigan emas. Shu jamoa bilan 500 millionlik kompaniyaga chiqishga imkoniyatimiz bor ekan. Bu yo'lda rejalarimiz aniq, roadmap aniq va qayerga qanaqa energiya yoqishimizni bilamiz. Energiya ikkita. Bu birinchisi jamoamizning energiyasi. Ya'ni jamoa degani founderning energiyasi bilan aytaman. Ikkinchi energiya bu pul. Ya'ni pulni nimaga ishlatishni bilamiz. Jamoaning energiyasi bu nima? 1 yillik reja qilasiz-ku, bari to'g'rimi? 1 yilda bizda ko'p aytib yuraman, oxirgi marta 1 yil emas ekan bizda 52 ta yakshanba, 52 ta shanba, 25 ta dam olish kuni, 21 kun mehnat ta'tili, har kuni 2 soatdan meditatsiya yoki qanaqangidir chalg'ishlar, pomodorolar bilan uni ayirsangiz 48 kun, ayirsangiz 130 kun qoladi. Mana shu 130 kun startap uchun biz feature chiqaradigan, foydalanuvchilarimizga qulaylik yaratadigan kun. Ana shu kunga fokus qaratib ishlaymiz va rejamiz bo'yicha yetishamiz. Bitta aytaman sizga. Yil oxirida biz plus degan tarifimizni 50 mingtaga sotish bizning KPI edi. Bugun relizimizni 7 yoki 6 kuni, adashmasam 6 yoki 7 kuni plus degan tarifni chiqarganligimiz. 31 mingta sotgan ekanmiz kecha. Demak, kichkina fikrlab qo'ygansiz, maqsad qo'yayotgansiz. Shuning uchun minimalni rejalarni qilinglar, maksimumni Alloh bersin. Foydalanuvchilarga zo'r qarasanglar, maksimum yuqori ekan. Biroq hozir siz aytyapsiz, men o'sha nimani qilyapman, nima deydi, ma'lumotlarim yopishyapti-da gaplaringizga. Elon Musk kelganida o'sha Twitter ofisiga esingizda-ku, rakvinami narsalar ko'tarib kirgani nimaga? Twitterni sotib olganida, kirganida ofislarni aylanib yurgan va ruhiy salomatlik degan xona bor ekanda. Yig'ishtirlaring degan. Betga nima salla, nima qilishga kelasanlarmi? Bilasiz, endi Google o'rnatib bergan standartlardan keyin hamma o'yin xonasi, massaj xonasi, bir nima xonasi bo'lib ketib nima qilgan? Ruhiy salomatlik degan xonani ko'rgan, yig'ishtirlaring betga odamlar ishlashga kelsin, ishlasin, menga nima kerak bor uni? Nima qilganda, ya'ni xonani yopib tashlagan. Nimaga? Nima deydi? Ishlash uchun muhit bo'lish kerak. Mana shu ishlaydi deganda, ya'ni siz aytgandek bunga vaqt sarflasa ham o'sha 5 yilda keyin erishiladi. Bitta fokus bilan bittada kirsa, bu siz aytgandek birdaniga 6-kunda 31 ming foydalanuvchi olib kiradi, boshqa qiladi. Qarang, life balance deydigan odamga 102 ta shanba bo'lsa, 21 kun mehnat ta'tili bo'lsa, 25 kun shu davlat rahbarimiz tomonidan dam olish kunlarimiz bor, rasmiy dam olish kunlar. Anaqa 25 ga 21 kun qo'shsak 46. Mana 102 ta 52 ta 104 ta ekan. 104 ta u 150 bo'lyaptimi? 150 kun dam olish kuni yetmaydimi? 150 kun, 365 kundan 150 kun dam olar ekanmiz. Ikkinchidan nima deydi, savol bo'ladi. Qanaqa qilib dam olish mumkin yonib yotgan joyingizda energiyasi to'lib toshgan paytda faqat dam olishni o'ylashdi. Founderlarga shu narsani aytaman. Hammada ham anaqa jamoa a'zoyingizdan kutmang yonishni. Yonmadimi? It's okay. Yonadigan odam keladi. Yonadigan odamga ulush berasiz. Yonadigan odam sizdan ham zo'r qiymat qo'shadi. Anaqa qizg'anmang. O'sha yonadigan odam topdingizmi? Qizg'anmang. Birdaniga hisob berib ajratib, qo'liga xat hujjatini qilib, ertaga sudlashib bo'lsa ham yuta oladigan hujjatini qilib berish kerak edi. Unga aytish kerak, mana senga hujjat beraman. O'zbekistonda hali enterprise rivojlangani yo'q. Bu yurmasligi mumkin. Mana men lafzimga bog'liq. Lekin men mabodo shayton yo'ldan urgan bo'lsa ham, mana huquqiy qonun bo'yicha sen meni sudlashib ola olishing mumkin degan. Eng yomon holatda ham. Eng yomon holatda ham o'tadi degan hujjatni bersin. Yurist bilan tekshirtir, bor. Kesinda ana odam bolaga bersin. Shunaqa biz Uskaminatorda ham o'sha xabaringiz bor. Founderlar bilan suhbatlashib, yana bir marta ulush uchun suhbatlashganda ham energiyasi u startapini o'zgartirishi mumkin. Men misol uchun tungi vaqtlarda kirib gaplashyapman. Nechta startaplar pivot qilishdi, ya'ni o'ylagan gipotezalarni nima qilyapti? Ulush uchun muhokamamizda yonib kuyib o'zini startapini eng dunyodagi zo'r решение sifatida ko'rganlar. Birga yashash boshlaganimizdan keyin
pivot qilishni boshlashyapti, yo'q rostdan ham o'zgartirishimiz kerak ekan deyapti o'sha mentorlar bilan suhbatlardan keyin, darslardan keyin rostdan ham bu qanaqadir ma'noda aytib bo'lmaydigan nima deydi mavzu, faqat yonib harakat qilib ko'rish kerak, eng oxiriga ishlaydigan yechimlarni topishga. Shundagina ishlaydi. O'z kombinatorda 5-6 ta bola chiqdi. Mani eshitayotgan bo'lsam, men ularga zo'r tushuntirib berdim. Sani pechkang bor dedim. Mana shunchagina pitsa pishira olasan pechkang dedim. Shu pitsani bitta bo'lakchani qiziqyapsan dedim. Ke dedim. Mana bunaqa pitsa bor dedim ularda dedim. Mana ularning pechkasi mana shunday katta pitsa pishira oladi. Shundan bitta bo'lakni tasavvur qilgin dedim. Pitsa qoidasi. Sani bo'laging o'zingni pitsangga ko'ra kichkinaroq bo'lakni beryapsan, lekin men bu yoqdan olayotgan pitsang bo'laging juda katta. Make pie bigger. Kattaroq fikrlar, kattaroq rejalar qilinglar dedim. To'g'ri, bo'ldi ustoz, bo'ldi dedi. Shunaqa juda ham qiziq, biz uchun ham tajriba bo'ldi. Endi bitta yana muhim mavzu bor. Hozir romantichniy eshitilgani bilan mana 100 ming, mana 13 ta odam birdaniga boshlash, lekin biz bilamizki, muvaffaqiyatli o'zi zo'r startaplarda odatda uni founderi oldin kattaroq exit qilib chiqqan bo'ladi. Boshqa qanaqasidir bir startaplardan nimadan sizni случаyingizda bu sizni holatingizda UIC dan baribir chiqib ketdim deganingizda baribir exit deb qaragan. Men har bir loyihadan exit qilganman. O'sha har bir loyihadan, ya'ni u yerda outsourcing bor-ku. Yo'q, qarang. Mijozlarimga pul olib men loyiha topshirganman. Outsourcingda qiynalib yurgan odamlar unutmasin, har bir xizmat ko'rsatishdagi rozi qilib olingan puli bu exit hisoblanadi. Chunki tajriba olyapti. Tajribasi bolachasini sotyapti, qo'pol qilayotganda. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu exitlardan qancha pul bilan o'zi boshladingiz? Ya'ni baribir birinchi har qanaqa tajribam bilan bolalarni ishontirdim deganda ham baribir pul tikiladi-yu. 200-300 ming atrofida pul. Ya'ni 200-300 ming dollar baribir bir oshida nima qildingiz? Nima deydi? Yaxshi o'sha xavfsiz tizim yaratish uchun sarfladingiz, to'g'rimi? Shu pul bilan chiqqan, ya'ni exitdan keyin 200 mingdan oshiqroq, 300 mingga yaqinroq bo'lgan summani sarflab, men pivot qila oldim. Mana shu iyun oyigacha mana shunaqa bo'ldi. Keyingi savol, demak tushunarli, mana shuncha pul baribir nima qilgansiz, yoqqansiz. Keyingi savol bu birinchi founderlarning birinchi investitsiyalari bilan bog'liq. Ya'ni birinchi investitsiya qabul qilinganida bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yoki Spotify serialini ko'rishsa, Daniel Ekam Spotify founderi birinchi bo'lib Ferrari oladi. Founderlar hozir mana pulni olganida birinchi navbatda men buni eplay oldim. Endi o'zim qanaqadir bir rag'batlantirishim kerak deb bilmayman, so'nggi iPhone'mi, avtomobilmi bilmayman, nimadirlarga sarflab o'zini bir nima qiladi, nima deydi, rag'batlantiradi. Mana shu etapdan qanaqa qilib silliq o'tib ketish kerak? Ya'ni ertaga bor investitsiyani shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflab qo'yib, boshqa qilib oki uzr demasligi uchun kecha Nuriddin Iminoxunov aytib beryapti, Amerika Qo'shma Shtatlarida investitsiya olgan startap akkauntini tekshirtirishsa, Nike'dan $500 krossovka olgan, LAga borib kelgan girlfriendi bilan u yoqqa qarab turibsizki, butun ketgan pullar startap uchun ishlatilmagan. Mana shu bo'yicha sizni maslahatingiz, tavsiyangiz. Bu bizani yana o'sha o'chirib bo'lmas domoni strategiyasi yozilgan. Biz 3 burchakmiz. Investitsiya menga berilmaydi-ku, investitsiya startapga beriladi. Ya'ni u pul meniki bo'lmaganligi uchun men hali ishlatib olganim yo'q. Faqat oylik olaman. Shuning uchun men jamoamga aytaman, davaychi keraklar 200 million, 300 million oylik olaylik deyman. Shu, ya'ni investitsiya bu benzin, yana aytaman. O'sha 3 burchagimizda tepasida turgan mashina bo'lsa, domoga solinayotgan benzin bu. Benzin uchun berilgan pul. Men nimadir ishlatishim uchun emas-da. Shuning uchun men bitta zo'r narsa qilganmiz hozir, pulni ham o'zim olmayman. Kim investitsiya qilmoqchi bo'lsa, boringlar, Imkon Venture'ga yuboraman. Ular o'sha qoidasi bo'yicha menga yo'naltirib kiritib beradi. Bo'ldi, men pul olmayman. Pul kirishi, qoidasi, qonuni, talablari hammasi ular hal qilsin. Endi siz tajribali foundersizda. Yangi mana hozirgi kunda yangilarga nima deyman? Qo'rquv bo'lish kerak-da. Bu pul, yana aytaman, startapga beriladi. Sizni ehtiyojlaringizga emas. Sizni u yoqda maksimum ehtiyojingiz bu oyligingiz. Oyligingizni paqt ko'tarish kerak emas. Undan ko'ra long term o'ylaylik, uzoq muddatli o'ylaydigan bo'lsak, ertaga baxtli bo'lishingiz uchun bugun o'sha pulni startapga bering, bo'ldi. Startap sizga uni generate qilib, sizga ertaga dahshatli daromadlar olib keladi. Ham dividend, ham oylik olib beradi. Kerak emas. Men 2 million oylikka yashayverdim-ku.
chidadik. Men uydagilarga ham aytdim, mashinamni sotdim shu uchun. Ya'ni $300,000 kimdirdan anaqadan emas. Realni qimmatbaho mashinam bor edi, uyim bor edi. Hammasini sotib, mana shu loyihaga tikdik. Shu loyihadan mana mana shuni aytmagan ekansiz lekin boshqa videolarda ham. Aytmaganman. Lekin men Aytilish kerak-da. yo'q bilishadi, mana jamoam biladi. Bugun men bu uyda to'xtanglar bolalar oylikka uylarimizni arzongaroq ham sotishga majbur bo'ldik. Kimdirlar даже foydalanni arzonroq olishga ham foydalanishdi. Mayli, subhanalloh. Zato hozir zarur holatda arzonoq olaylik. Shunaqa. Boshqa ilojimiz yo'q edi. UICdan pul so'raydsam, oyligiga yetkaza olmaydi. Qilishdan so'raydsam, o'zi produkt. Sardor hali anaqa qilmagan. Aisha unga har oy pul kerak o'zi shunaqa momentlarda yurgan paytimiz edi. Lekin Apex Breakdownga yetgan kunimiz Xudoga shukr shunaqa xursandchilik bo'lgan. Pay off qildi. Mana shu joyda demak eslatish kerak. Agar siz founder bo'lib pul qidirayotgan bo'lsangiz va hamma narsangiz bo'lib turib yana ko'chadan pul qidirayotgan bo'lsangiz, undan ko'ra mana misol o'zini kerak bo'lsa, asrab yoki qanaqadir bir shirin erishgan narsalardan ham voz kechib, startapga qaratib, chunki ishonch bor birinchidan o'zingizda shu domoga bo'lgan va birovdan qarz so'rash yoki investitsiya qidirishdan ko'ra o'zingiz eplay oladigan, o'zingiz boshqara oladigan resurslar bilan startapni rivojlantirgansiz. Chunki buni aytmasangiz savollar ko'pda, qanaqa qilib o'sha pul kiritadi, qanaqa qilib boshqa qiladi, baribir o'sha family and friends deydi-yu, birinchi investitsiya. To'g'ri gap bu. Zonada. Ya'ni siz o'zingizdagi assetlarni nimaga ishlatgansiz startap qurishga? Ota-onam masalan u mulk meniki bo'lgani bilan ota-onamdan, ayolimga uncha chiroyli ko'rinmadi. Deb, chunki erkak kishi yer sotmaslik kerak, uy sotmaslik kerak-ku. Shunaqa nimalar bor, lekin iloji yo'q. Men ularni ishontira oldim. Ya'ni ularga pitch qildim, ularni ko'ndirdim. Ularni oldida yuzim yorug' bo'lgandan domodan, jamoadan minnatdorman. Bitta gap aytaman. Mana shu domoni ortidan berilgan ishonch, yig'ilgan ishonch, reputatsiya evaziga mana yordamchim shu yerda ikkita uy podarka qilishdi. Shunchaki bitta advice'im uchun. Ya'ni maslahatingiz uchun uy sotilgan uyimiz 72 kvadrat. Podarka qilingan uy 85 kvadrat. Tushundinglar? Bilinglar, startap sizlarga ertaga mana shunaqa imkoniyatlar beradi. Va menda numerolog emasman-ku, lekin 13 ta odam bilan boshlangani jamoani. 4 ta yo'q, hozir 13 ta. 30-40 tacha hozir. Yo'q, 13 tani ishlatdingiz-da. Mana 4 ta bilan she'r borligimi? She'r 13 ta odamda 72 kvadrat 85 dan 72 ni ayirsangiz 13, ya'ni bu omadsizlik emas, bu balki raqamga siz uchun nima deydi? Son umuman muhim emas. Bu dahshat lekin 13. Men ham keldi-da, 13 aynan kerakda. Va keyingi nimamiz bor. Siz mana o'zingiz ko'ryapsiz, sizga ko'pchilik yozadi, Instagramdan yozadi, boshqadan yozadi, aka uchrashaylik, boshqa. Ko'pida maqsad hattoki faqat uchrashuv, ya'ni sizni so'kingizni chiqarib ham olmaydi asoschilar, startapchilar mana yozadi. Aynan share bilan bog'liq mana masalalarda yozishadi, investitsiya olish bo'yicha yozishadi. Mana deydi 10 ta VC ga yozib ko'rdim, hech qaysi javob bermayapti deydi. Siz ko'radigan asoschilardagi eng asosiy kamchilik hozir nimada? Birinchisi, men bitta survey chaqib qo'yganman. Bir 10 tacha savolnoma bor. O'shalardan bari o'ta olmaydi ko'pchiligi. Ya'ni vaqtimni tejash uchun noto'g'ri tushunmaylar. Juda ham ko'pchilik aytganingizdek, aksirsam bo'ladimi deb so'raydiganlar ham bor-da. Shuni sotsa bo'ladimi kelajakda? Sog' bo'l deb qo'yasizmi? O'sha narsalarga bot yozganmiz. O'sha bot javob berib turadi. Hammasidan o'tib kelgan odamlar bilan esa uchrashishga majburman, chunki qadriyatimizda, maqsadlarimda, orzularimda, niyatimda shu narsa bor. O'zbekistonda birgalashib rivojlantirishimiz kerak. Shunaqa, birgalashib. Buni siz ichingizda ham bor, bilasiz, ancha yildan beri orzularimiz. Hamma o'zini mushugini urgandan ko'ra, hammamiz bitta mushuk urib, mazasini qochirishimiz kerak. Mazasini qochiraylik. Shunaqa, shuning uchun ular bilan uchrashaman, beraman. Birinchi muammo loyihalaridagi monetizatsionniy joyini yo'qolishmaydi. Qanaqa qilib aholidan pul olsam bo'ladi deyshadi. So'ra. Men so'rayman. Plus tarifimizni olishingiz uchun men nima qilay dedim. Qaysi holatda siz pul to'lashga tayyorsiz? Shuni so'radim. Ketgan odamlarga nima qimmatmi? Nima qilsam mana shu qolasiz dedim. So'rang. Tushundingizmi? Yechimi. Anaqa islomimizda shayximizda javoblari bor-ku.
korotko ana shunaqa manda ham shakllanib qoldi. So'rang, bunaqa qiling, ya'ni muammolarni teradigan bo'lsak, birinchi top muammo desak, top 1 muammo. Founderlar, kechirasizlar, hali founder bo'lmagan odamlar ham bor ichida. O'zini muammosiga yechim topib, xalqqa sotmoqchi. Yo'q, sizni muammongizga yechim o'zingizga sotiladi faqat, xalqga emas. Demak, g'oya nimadirga muammo, texnologik yechimmi, u o'zingizning muammongiz bo'lmasin. Keyin yana bitta narsa. Nimadir ilmiy amaliy yangilikka juda katta pul ketadimi? Lekin u insoniyatga foydasi tegadimi? Hozircha pul topa oladigan muammolardan boshlash kerak. Juda ham katta qadam tashlashgan. Men aytaman, omadlaringiz bersin, lekin o'zimdan kelib chiqaytaman-ku, birinchi sal 0 ga kela olish, keyin plusga, keyin sekin-ku. Shuning uchun juda ham katta high level muammoga high level yechim topishmoqchi bo'ladi. Unga high level pul kerak. Energiya bo'lmasa kechirasiz yurmaydi ertaga. Qiyin, unaqa mutaxassis ham topish qiyin. Shuning uchun ikkinchisi juda ham katta qadam tashlab qo'yishgan. Uchinchisi yana o'sha gap. Nimadir ish boshlashganda kazdef qilib, pivot qila olmay o'tirishadi. Yo'q, loyihangizga ishoning. Biz boshida gaz edik, keyin kommunal edik. Loyihamiz burilyapti-da o'zi. Keyin uy bo'ldi. Bo'ldi, все. Loyiha keyin oxir aytdi, men dedi, joyimni topdim dedi. Alisher endi dedi, men atrofimda mana bu ishlarni qil dedi. Shuning uchun pivotlardan qo'rqish kerak emas. Product market fitni topdingiz. Topdim, ha. Ya'ni boshida boshlagan narsam o'xshamagandan xafa bo'lib, arqonni olib molxonaga kirib ketganim yo'q. Qo'ltig'ingiz tagidan olish kerak. Shunaqa, shuning uchun mana shu joylarda anaqa shu 5-chi narsa qadriyat muhim. Loyihada doim aytganman, startapda faqat pul topish emas, jamiyatga ham foydasi tegishi kerak. Albatta. Mana shu joyda odamlarning odatini o'zgartirish, madaniyat shakllantirish, pulsiz bo'lgan, lekin sizni kakizni tushirib beradigan customer acquisition cost. Pul keltirmaydi ular, lekin shunaqa. Bitta narsa aytaman, kommunal ehson deydigan funksional patentlarga bitta narsani. Shu paytgacha eshitgansiz, ehson degan so'zni eshitgansizlar? Hayrani eshitgansizlar, to'g'rimi? Danatni eshitgansizlar, lekin biz kommunal ehson degan narsa chiqardik. Mani tushunishim bo'yicha, endi siz zo'r tushuntirib bo'ldingiz-ku, o'shanga mani tushunishim bo'yicha bitta eshitgan odam sifatida qo'shnim bor, bilaman, gazda yoki nimadirda to'lovda muammosi bor. Men u uchun to'lash imkoniyatim bor. Bor, ha. Qo'shningizni ko'rmaysiz yoki klik bir qiluvdi, esingizda bo'lsa, turli xil hududlardagi oilalarni ko'rsatuvdi, oilani rasmigacha qo'yib qo'yib, to'g'ridan to'g'ri P2P qilib kartasiga tushirish qilib qo'ydi. Ya'ni sizda baza bor, kimga kommunal ehson qilish mumkin? Directly aynan o'sha odamni to'lab berasiz. Ana shu joyda bitta xato bor. Ya'ni agar klik shurish qilgan bo'lsa, agar nidabog' jinoyatchi pul tushirib qo'ygan bo'lsa, sherik bo'ladi. P2P orqali, tushundingizmi? Yoki terroristik maqsadlarga yig'ilgan pul u yoqqa tushib qolsa, sherik bo'lib qoladi. Bu joylarni o'ylash kerak o'rtada. Bu xavfsizlik birinchi. Safety is first. Butun startapingiz yo'q bo'lib ketishi mumkin. Agar siz mana shunaqa narsalar aralashib qolsangiz. Shuning uchun biz nima qildik? Kommunal tashkilotlarni bilamiz-ku, davlatga tegishli bo'lgan, davlat частный qanaqangidirlar. Biz ehtiyojiga qilib beramiz. Ya'ni sizni pul berasiz 100 ming, o'sha yerda o'zida ko'rasiz. 16 ta xonadonni svetini yoqdiz deymiz. Yoki masjidlar ro'yxatini yig'dik. Menga nima esimga keldi? Tushundingizmi? Nima o'tiribdi-da, bitta odam pastda o'tiribdi-da, 16 etажkani tagida o'tiribdi-da. Bundoq qarayapti, 3 ta uyga sveti yo'q. Lekin tekshirib ko'ryapti-da, belgilab, to'lov qilyapti, tiqqa svet yonyapti-da. Ya'ni nima qilyapsiz? Odamlar uyga yo'roqlarga boryapsiz. Eng qizig'i biz u uylarning ichida nechta bolacham bilamiz-ku. Nur bo'lishingiz mumkin. 12 ta mana shu. Siz masalan 500 ming pul tashladingiz kommunal ehsonga. U yoqda bo'limlar bor, masjidlar bor, kam ta'minlanganlar bor. Keyin biz davlat shifoxonalarini ham qo'ydik, davlat bog'chalarini qo'ydik, davlat maktablarini qo'ydik. Faqat davlat to'layverish kerak emas. Siz masalan o'zim yoshligimdagi bog'chaga yoki maktabga donat qilsam bo'ladi. Qaysi maktabda o'qigansiz? Men 34-maktabda o'qiganman. 34-maktabda o'qiganlar bo'lsa chiqib qolsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shunaqa narsa qildik. Biz hammaga kommunal ehson yoqdik. Hozir kirasiz, o'zingiz yaqin bo'lgan yoki o'zingiz doimiy boradigan masjidga kommunalliga ehson qilsangiz bo'ladi. Yoki miskinlar deydigan anaqa qilganmiz, kam ta'minlarga kirsangiz, u yoqda hozir 700 ming ta odamni yig'dik, ma'lumotlarini. 500 ming pul to'lasangiz, animatsiya asosida Ulug'bek aka, siz hozir 17 ta xonadonni chirog'ini yoqdingiz. Bu xonadonlarda jami 46 ta voyaga yetmagan bolachalar bor.
ularni Brilliant. ta'lim olishiga yordam beryapsiz, ularni qo'rquvdan saqlayapsiz, ularni issiq salomatligini qilyapsiz. Keyin agar sal ko'proq to'lasangiz, aytamiz 12 ta xonadonni chirog'ini Hozir bor a? hozir bor 3% auditoriyamizdan. Keyin 12 ta xonadon chirog'ini yoqdingiz, masalan 5 ta xonadonni gazini pulini to'ladingiz, issiqlik sarflab anaqa berdingiz deb. Shuni chiroyli animatsiya ko'rinadi va buni orqasida bu pulni biz split payment orqali o'sha oilalarga to'lab beramiz. Eng qizig'i ismlarini ham psixologik, ham fiziologik yashirish yo'llarini topganmiz. Ana shularni ko'rib tursangiz bo'ladi. Nechta odamga Yaxshilik to'laganingiz. qil, suvga tasha, bilsa baliq bilar, bilmasa xoliq. Ha. Shunaqa zo'r. Men ishlatib ko'raman hozir tugashi bilan, chunki menga juda ham qiziq. Dahshat. Hayit kutmaysiz, hayitlarni yo ehson qilish uchun moment kutmaysiz, prilojeniyani o'zida ketaveradi. Hammasi bor. Zo'r. Endi sizni o'sha oxirgi savol, investor rolingiz. Ya'ni meni xabarim bor, har holda yaqindan tanish bo'lganimiz uchun siz startaplarga investitsiya ham kiritasiz. Edi. Hozir yo'q, mutlaqo to'xtatganman. Bor fokus bizda. Unda savol ikkiga bo'lindi. Investitsiya qilgan davringizda asoschilarni nimasiga qarardingiz? Investitsiya tikish uchun, investitsiya berish uchun va hozir nimaga to'xtatdingiz? Birinchisi founderning energiyasiga qarardim. Uni qadriyatiga, jamoasi bilan munosabati, boshqaruvchilik qobiliyati, risklarga tayyorligi. Keyin bir xil payt sinab ko'rdim, telefonni sottirardim, sotardida tiqardi. Ya'ni o'ziga aziz bo'lgan narsalari. Endi kompyuterni qilmayman, chunki ovchini ham qurollanmaysiz, ishlash kerak. Xuddi shunaqa. Keyin o'sha family and friendsga reallik kirisha oladigan, o'zidagi biror bir narsani yo'qotishga tayyor bo'lgan shu loyiha uchun. Tushuntirolmayman, moddiy demoqchiman. Keyin life balance demaydigan, masalan, yo'q men bugun 8 soat uxlashim kerak, bugun mazam yo'q. Bugun hiking qilmasam bo'lmaydi. Bor vujudi bilan o'sha loyihaga kiradigan odamni ko'rardim, chunki uniki-yu shu narsalarni bor, uni cheklisti bor butun dunyoda. O'sha holatda 100% startapini cover qiladigan 1 yilga pul ajratardim va 5% dan 10% gacha sherikka kirganman. Shunaqa 51% emas. Shunaqa. Bu loyihalarimiz hozirgi kunda hammasi nol qiymatga chiqqan, plyusga chiqqan. Boya ichida boyagi 20 millionliklari bor, 2 millionliklari bor. Mana shunaqada, xullas xursandchilik. Nima uchun to'xtatdim? Unda to'xtang, 3-savol paydo bo'ldi. Hozir sizda hali ham o'sha startaplarda 5% cha eng kamida nimangiz bor, to'g'rimi? Ulushingiz bor. Passivniy doxod. Ya'ni mana shuni o'zi market valuation bilan hisoblab chiqsa ham sizda $1 million tashqarida nima bor? Oldin bo'lgan. Boshqaruv pullaringiz bor. Xudoga shukr. Zo'r. Ya'ni ular bizni erkin fikrlashimizga yordam beradi. Endi boshqa savol, shunaqa yaxshi bo'lib turganda nega investitsiyalar kiritishni to'xtatdingiz? Birinchisi o'sha aytdim-ku, joylashuv bo'ldi, все, men Alisher, endi men Homtekman, короче, men bilan mana bunaqa ishlaysan. Bundan keyin seni fikring 3-darajali, menga foydalanuvchilar fikri bilan ishlaysan degan domo o'tiroladi startap. Keyin yig'ishtirasan dedi. Startaplarga vaqt ajratib, menga vaqting kerak dedi, yetmayapsan dedi. Ya'ni startapni o'zi shunaqangi ruhiyatimni ham, energiyamni ham 100% olib qo'yadigan bo'ldi. Men kimgadir pul tikishim uchun kechirasiz u bilan yashab ko'raman-da oldin. Chunki bu pulni men o'ynab topmaganman-da, juda qiynalib topganman. Men u bilan yashab ko'rgan paytimga ko'p vaqt ketib qolyapti, energiyam ketyapti. Bu energiyalarim domonikida o'zi. Men xiyonat qilishni xohlamaslik uchun hamma narsani to'xtatdim. Faqat domo. Zo'r. O'sha korporatsiyagacha chiqib IPO'li qilganingizda ham xudo xolasa ko'raylik. Inshaalloh. Chunki bizga success case'lar juda kerak. Mana shu success case'lar kam bo'lgani uchun ham menimcha hali ham o'sha startapchi bo'lish, founder bo'lish eng asosiy moda emas. Misol uchun hali ham uchrashingiz mumkin an'anaviy kasblarni yaxshi ko'rish, boshqa o'zi diversifikatsiya hech kimga ham nima bo'lish. Mana bunaqa tavakkalchilikni o'ziga olish shart emas, lekin aytmoqchimanki, baribir success case'lar ko'proq bo'lsagina 9-sinf, 8-sinf bolalar ham men startapchi bo'laman, mana startapimni qurib 100 millionga chiqaraman, exit qilaman ertaga deydigan rejalar ko'proq paydo bo'ladi.
birov katta rahmat. katta Domoga endidan mega hammamiz qayta yozib qo'yamiz. Ya'ni HGT deb nima qilardik endi. Domo bu faqat endi qanaqadir kommunal gazlar emas, balki kassir emas, biz yordamchimiz. umuman uy bo'yicha yordamchi. Hozir qancha odam asabi buzildi bu podkast ko'rish jarayonida, chunki endigina ular usta bo'yicha qanaqadir startaplar qilayotganida, xuddi ana videoni ko'rdingiz-ku. Alisaga integratsiyamiz bor. ChatGPT Health bo'yicha nimadir qiluvdi, xuddi shunaqa startap qilayotgan qiz janjal qilib, dedi-yu, shunga o'xshab. Hozir qancha usta bilan bog'liq nimalar hozir eshitdi, Domoni auditoriyasi shuncha katta, endi ularga qanaqa qilib kirib boraman, ustalarni ham bo'lib berayotgan bo'lsa deb, lekin harakat qilib ko'ringlar. Biz bilan integratsiya qilishsa bo'ladi. Bir nechta startaplar uyga yuk yetkazadigan Nur bor-ku, o'shanga o'xshash kompaniyalar delivery xizmatlari, hattoki unicornlarimiz ham biz bilan integratsiya qilishyapti. Ya'ni biz uyimizda sizga loyihangiz uy bilan tutashayotgan bo'lsa, biz orqali Open API'miz orqali push yuborishingiz mumkin. Manzillar olishingiz mumkin. Biz ochiqmiz startaplarni qo'llab-quvvatlashga. Bir o'zimiz baxtli bo'lmoqchi emasmiz, qolganlarni ham tortib keta olamiz. Shuning uchun loyihalaringiz bo'lsa, uy bilan bog'liq tutash nuqtalari, biz integratsiyalarga ochiqmiz va juda tez integratsiya qilib bera olamiz. Mana imkoniyat, balki o'sha chainni bir qismi bo'lib, zanjiri bir qismi bo'lib ham yaxshi startap qurishingiz mumkin. Birov yana bir bor rahmat Founders Cafe'ga kelganingiz uchun. Sizga rahmat. Sizni mana shu hamma samimiy ochib bergan keyslaringiz bilan, ma'lumotlaringiz bilan real hayotga real qarashni o'rganishadi menimcha tomosha qilayotganlar, ya'ni romantika bilan, lekin real hayot o'zining qoidalari bor va manfaat kerak, bilasiz. Oldindan orzuyimiz bor Ulug'bek aka bilan. Biz nimaiki qilmaylik, o'zimizni o'ylab qilmaganmiz. Oldindan, shunaqa. Shuning uchun bir kun emas, bir kun zo'r bo'lishini bilardik-da, lekin u paytlar qiynalganmiz, bilasiz. Shunaqa. Mana sizda ham natijalaringizni ko'rib xursand bo'layo'raman. Bizda ham endi natijalar berishni boshladi. Shuning uchun biz birgalikda baxtli bo'lamiz. Shunday. Founders kafeni ham men Alisher Zafar tushuntirib berganlarida, keyin siz aytganingizdan keyin kommunikatorga chaqirganlaringiz hammasini ko'raman. O'zlaringiz o'ylamayapsizlar. Rahmat bu uchun. Men juda ko'p founderlar nomidan rahmat deyman. Biz doim xizmatga tayyormiz. Katta rahmat. Har doim o'sha taqdimotimizda ham, undan keyingi barcha jarayonlarimizda ham qo'llab-quvvatlayapsiz va bizga haqiqatda kerak o'sha живой tirik hozir men 10 million plus market valuation hozircha. Hali mana hozirgi traction aytib beryapsiz, bu juda tez o'siz. Haqqiylarini ko'rsa startaplar birinchi navbatda tasavvur qila oladi. Tasavvur qila olsa, keyin amalga oshiradi. Ya'ni hozir voy qanaqa qilib 10 million dollar bo'laman? Yo'q, men hali hech kim menga pul bermayapti. Qilganimizgacha ochamiz. Ha. Va shu ochiqmiz. Domoda har bitta detallarni ochishga tayyormiz. Bemalol foydalaninglar. Albatta. Bu degani albatta assalomu alaykum, yaxshimisiz degan xabarlar bilan emas, to'g'ridan to'g'ri maqsadga o'tgan holatda xabar yo'llashingizni so'rab qolamiz, chunki vaqt hammamizda chegaralangan va bu o'sha hal etganingizdek kibr yoki qanaqadir bir nima emas, biz boshqamiz, siz boshqa emas, balki o'tkazayotgan muloqotimiz maksimum samarali bo'lishi uchun. Shunaqa. Va albatta o'sha Telegram botlaridan ham o'tib ko'ringlar. Bu ham o'sha sizlarni naqadar startaplar bilan aloqalarni tekshirib olishga yordam beradi, xuddi bir oila psixologiga o'xshash. Va hamma mana shu asoschilik mavzusini rivojlantirmoqchi bo'lganlar, albatta videoga like bosib, izohlar yozib qoldiring. Eng qiziq joy qolib ketibdi. Mana Muzaffar aka keldilar, Karabayev sessiya beramiz dedilar. Ya'ni kim mani sohamga qiziqsa, sessiya beramiz. Muhammad Qalibroq keldilar, kitoblarimdan beraman dedilar. Alisher Tojiyevdan biz nima olamiz? Izoh yozsak, kurashsak. Birinchi eng katta narsani aytdim. Bu hozirgi kunda faol 1,8 million foydalanuvchilarni uylariga agar manfaat yetkazadigan startaplar bo'lsa, integratsiyada yordam beramiz. Zo'r. Bu yoqda juda ko'p narsa bor. Juda qimmat. Bu po default, lekin siz aytganingizdan keyin vaqt, yana aytaman, Domon aka, shuning uchun uchrashuvlar Muzaffar akani bilasizlar, endi ular o'tgan u etapga ular sessiyalar ochib bera oladilar. Maslahat berish bo'yicha ham juda ko'p narsa o'rganadigan odamlarimiz. Muhammad Halil aka ta'lim berish yo'lida juda narsa qilganlar. Men как founder sifatida
startaplari uchun hard collection deydi. Hard collection subscription berish mumkin. Keyin startaplariga nima kerak bo'ladi? Masalan, server desak, 1 yillik masalan qiymati kredit deylik. Serverda kredit desak, $3000 anaqadan 1 yillik kredit beraman. Ya'ni Rego Cloud'dan. Bitta tayinli izoh, yaxshi nima yozib, Bir kim beradi sizga? ma'nili deydi-yu, anaqa boshqa bir o'qib, u savol bo'lishi mumkin, u taklif bo'lishi mumkin, u mana founderslar uchun o'zini malakasini share qilish mumkin yoki Uzcombinator ishtirokchilari uchun bir malaka bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Biz $3000 kredit beramiz. U juda katta narsa u ham. Albatta. Endi boshlayotganingizda bu sizga osmondan tushgan bir imkoniyat. Shunaqa, bilmadim, mana kitoblar, nimadirlar bo'lsa, yana bir bilmadim, $100 qilsak bo'ladi. Keyin ikkalamiz boshchiligimizda zavtrakka chaqirsak bo'ladi. Zo'r. Bu ham alohida zo'r. 3 ta narsa bo'ldi. 3 ta narsa bo'ldi. Yozinglar, sizdan faqatgina faollik, bu yerda esa shuncha mukofotlar sizlarni kutib turibdi. Endi birinchi aytganlarini ko'proq eslatib qolinglar, chunki 1,8 million faol userga integratsiya bo'lish, bu degani siz noldan to nechadir milliongacha bitta sakrab tushib qolish degani. Va albatta qiymat yaratish orqali o'sha erkinlik, rivojlanishga biz ham yordam beramiz. Tezroq buni amalga oshirishingizga yana bir bor rahmat. O'zi biz hozir gaplashsak o'zi 4 soatlik ham podkast yozsak bo'ladi. Meni vijdonim qiynaladi, chunki birov menga o'zlarini grafiklarini tashlaganlarida men hozir kimnidir vaqtini suiiste'mol qilishni boshlashim mumkin. Shuning uchun birov bu birinchisi, xudo xolasa mana 20, 30, 50 yoki birato'la 80-100 million bo'lganingizda ham yana alohida seriya yozib, xudo xolasa domoni, progressi, o'tayotgan yo'ldagi uchragan muammolari, yechimlari va Bizga o'xshab, umuman progresslarini alohida gaplashamiz. Zo'r. Bu juda ham kerakli. Rahmat katta. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat. Endi bitta rasmga olishsa sizni bu.